Futbol olamida shov-shuv. Katta yulduz kutilmagan qaror qabul qildi. Assalomu alaykum. Siz Turfa xabar kanalidasiz. Eron terma jamoasining asosiy hujumchisi, Italiyaning Inter jamoasida o'ynagan Mehdi Taremi faoliyatini yakunlab, Eron armiyasiga qo'shilishni rejalashtirayotgani haqida xabar berildi. Bu haqda xorijiy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 33 yoshli futbolchi hozirda o'ynaydigan Gretsiyaning Olympiakos klubini tark etish va shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish istagini bildirgan. Manbalarga ko'ra, Taremi vatanidagi qiyin siyosiy vaziyat fonida milliy burchini bajarishni xohlagan. U yaqin do'stlaridan biriga shunday degani aytilmoqda. Endi mamlakatim menga har qachongidan ham ko'proq muhtoj. Vatan xavf ostida bo'lganida futbol yagona ustuvor vazifa bo'la olmaydi. Bu so'zlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayni paytda Eron futbol federatsiyasi milliy terma jamoaning asosiy hujumchisini fikrini o'zgartirishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Rasmiylar xavotirda. Yevropadan ketish Taremining formasiga ta'sir qilishi va yaqinlashib kelayotgan yirik turnirlar oldidan jamoaning kuchini zaiflashtirishi mumkin. Bu ma'lumot hali rasman tasdiqlanmagan. Biroq, agar bu qaror amalga oshirilsa, bu nafaqat Eron futboli, balki xalqaro sport maydoni uchun ham katta o'zgarish bo'ladi. Sportmi yoki vatanmi? Yulduz futbolchi tanlovga duch kelmoqda. Rasmiy bayonotlar kutilmoqda.